Assalomu alaykum. ACP Cargo'ga xush kelibsiz. Keling bugun ACP Cargo'dan ro'yxatdan o'tish jarayonini ko'rib chiqamiz. ACP Cargo'da 3 ta rol bor. Birinchi rol грузоперевозчик, грузовладелец va ekspeditor. Грузоперевозчикka bu fura va yuk mashinalari bor. Muayyan bir kompaniya ostida ro'yxatdan o'tishi mumkin va shaxsiy haydovchilar kompaniyasiz ro'yxatdan o'tishlari mumkin. Agar siz shaxsiy haydovchi bo'lsangiz, ma'lum bir kompaniya nomidan faoliyat yuritmasangiz, для водителей deb bosasiz, sizga hech qanaqa kompaniya informatsiyasi kerak emas. Shunchaki shartlar bilan tanishgan holatda ro'yxatdan o'tasiz.